borib, bacha. To'xta. Polvonlar. O'shaqa borib o'tadi, o'shaqa borib o'tadi. Kamroq gapir. Mirshod bor-ku, mana shu yerga ichki ishlar xodimi bor. Mirshodjon, salgina tartib bo'lsa, mana uni gapiraman. Mirshod. Polvon. Polvonlar, arqada o'rniga yosh bo'ladi. Halol. Polvonni tashlagani halol. Xurshid, Akmal so'rini ber. Aziz birodarlar, aziz polvonlar, bugungi mana shu davramizga mana shu qishloqning farzandi, obro'y uchun jonini beradigan inson. Komil Choriyev otalarining xotirasiga 500 ming so'rin bitta qarzak bo'lsin Komil akamizga. Komil aka, yangam bilan sizga qarilik davrini bersin. Farzandlarni huzur va halovatni ko'ring. Nabiralarning baxti kamolini ko'rish, qarilik davrini berish, yuzga kirganingizda mana shu yerga chiqarib chapon kiydirish menga nasib qilgan bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling Komil akam. Topganingiz yaxshi kunlaringizga bo'lsin. 500 ming pul. Bir minut, Ahmad Dasker. Mehmonu, ham qishlog'i. Injaba gap shutki Akmal tu qo'pol gap mezani gufta. Qo'pol gap nazani ham nemishut. Da inja in qachar odam bich nuyim dayimsini mehxonaga bachobani yakta tabaq. Ana hamin davra budek bachob go'rashmi moniton hamisha jo'bashati. Hashtun dayimsini va kelishmish kerak nabi inja. Yakta chini Yomad Mushad Broger. Qaysi biring chiqasan? Hammagana bera qator bo'l. Hamma qator bo'lana bera o'g'la davradan chiqsin. O'zim masalani o'zim so'zlab saralayman. Hammagana bera o'tir, cho'kka qo'yib o'tir. O'tir. O'tir yerga. 8 o'ymisanlar? Beli o'zi so'zlaymisan. Sen bitta qarzak bo'lsin. Qayib polvondan. Komil Choriyev. Qancha? Qayib polvondan 400 ming so'm so'ring kelgan, sog' bo'lsin, amon bo'lsin Qayib polvon. O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin. Qayib polvonga iloyim qarilik davrini bersin. Farzandlarni baxti kamolini ko'rish nasib qilgan bo'lsin. Qayib polvon, katta rahmat sizga. Qog'ozni oling, Komil Choriyev. Ana bu bizni jon Bobur Shohning o'g'li, Bolta polvonning nabiralari. Mana otamning bobosining xotirasiga birta chapon keltirgan. Otamning ruhi poklari mana shu nabiralarni qo'llab-quvvatlasin. Boburjonning omadini bersin. Sobirjon, katta rahmat bolam senga. Yana pul olib kel, otangga telefon qildi. Hurmatli polvonlar, polvonni arkasidan kelgan homiymi, baletchikmi, tog'mi, qirmi eshiting. Tabaq qo'yildi 8-chi, 9-chi, 10-chi sinflari zo'ri uchun. Zo'ri tabaq ko'tardi. Tur joyingda ko'targan tabaqni. To'xta chiqmasin davraga. Aytamiz, hammasi 8, 9, 10 o'qiydi. Sen tur o'rningdan. Arkasidan kelgan aytibdi-ki, buni gavdasi katta, bu nima deb? Nima uchun tabaq ko'taradi xay? Yo, tabaq nima uchun ko'taradi? Polvonlar. Bitta gap sizlarga-da. Tabaq davraga tashagandan keyin tabaqni o'ylab ko'targin. Polvon senga talab qilgandan keyin mendan katta kichik dema. O'zini tengi bilan deymiz. Mayla akajon, mayla Joni aka ko'rash kerak. Omadingni bersan. Beraka. Ikkaga beraka. Ijobiyo. Ijobiyo,
bacha. Ineguen. İyice bir o. İyi başka bir ami. Aynen kaçtığımızda işlemlerini. Başka tu. Ma başka bir tabii am işlem ku. Xudo rahmat qilib. Rauf aka menda bir roşon. Rauf aka kelak inson budan ki ikil kurash biryasku, ikil davre girdi birinchi o'rnashini metodagi inson odam budan hamma Shuhrat polvonning o'g'li Rauf bobosining xotirasiga birta chapon, bir komplektchini bor. Ana bu Fabianning o'g'li, ismi Muhammad, o'ting nima? Nur Muhammad payg'ambarimizning obro'yini bersin. Bitta o'g'il 100 ta o'g'ilni ko'rsanga ilohim nasib qilgan bo'lsin. Rauf akamizning bu kishining sardori, otalari Salom bobomizning ilohim arvohi shod bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Bular polvonlar oilasi bular. Bularning ota bobolari faqat kurashga sovrin berib kelgan, farzandlari, nabiralari davomchi. Bitta qarsak bo'lsin shularga. Omadini bersin. Ana Tolib Temirov akamizning ham ilohim arvohi shod bo'lsin. Bobomning ham xotirasiga 200 ming so'm. Rahmat, bobongning ruhi poklari bacham sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Katta rahmat, omadingni bersin bacham sizlarga. Yetib sovrining. Olishik polvon. Polvon qayerdasan? Navoiy. Navoiy viloyatidan. Qaysi tumani? Qiziltepalik polvon. Sen qayerdan? Shavgondan o'ting nima? Safarali olish omadingni bersin. Ha, qaralik polvon nima bo'ldi? Ahmad. Ova. Sardada garashga. Farruh, Xurshid, bachovamin novchi nashavat. Man gapga dey sargardon. Ana shunday tartib bo'lsa kurash yaxshi bo'ladi. Ya! Sardada garashga. Ahmad polvon, qaranglar, Xurshid, Farruh. Polvonlar mana holi. Oba, halol. Halol polvon, sog' bo'lsin, omon bo'lsiz. Yaxshi olishgan polvonni sog'ini yaxshi qilish kerak. Ha, Xurshid. Ahmad. Qadam shaqaltondaga. Bitta qarzak bo'lsin. Temirov Sharifning ilohim arvohi shod bo'lsin. Polvonni yaxshi sovrin bering, yana qo'shib bering. Ana o'chmasan. Sardada garashki. Sardada. Nishon polvon, beshi. Beshi. Kamtar Gabzon, Neftika kami tartibida askirim tartib. Anam tarafı. Davron azoda intiyatda tafsirdildi. Mirshod. Holat beshi. Shavgonlik polvonni sovrini bering.
Yana bitta para bor edi. Hozir badasi ichini. To'xtang oling, endi yosh birlar tamom. Akbar. To'xta. Badasi va yani. To'xta, men katta polvonlarni o'lishtiraman. Ani damda. Akbar degan mundek tamomlaydi. Yo'q. Polvonning bitashdan patinga o'tachini cheti davrama kashlab yo'q. Qaynasan polvon? Voy. Ha, lazım. Jondordan Nurbek polvon. Mana shu jamoat xo'jaligining Murodi qishlog'idan Mavlonbek Beshib o'rtaga qo'y. Qo'labachimi? Mavlonbek ikkalangni omadinlikni bersin oling. Bu kelsin. To'xtang, olishtirmang. Endi qarang o'qay. Kim bularga kimlik qiladi? Shu tamam. Sochamiz bakın. Murodilik polvonga bitta qarsak bo'lsin. Ha? Ha, savzanchi bronkamizini. Hadi gidin kaç. Hey. Muydin polvon. Yosh bolalarning murabbiysi. Endi yosh bolalar tamom. Katta. 11-sabak tabaqlarga tabaq tashlayman. Tamam başlayman. Yosh, akam sen. Halol. Böyle başlayman. Bas. Grupga chiqib polvon. Gapni. Ey polvon, bas. Hurmatli polvonlar. Hamid kunjak buni o'rizdan bo'lishim. Bas, hayqilin qilmaydi, ko'paydi. Bas. Başlayman. Hozir ana yo'l sakin. Peshko'lik Mironshoh polvonning pobedasi halol. Bitta qarsak bo'lsin shu Mironshohga. Sovrinni bering. 11-sinf. Tamam sarnati. Sarnati tamom pas. Pas bro. 11-sinf o'qiydigan bachchalarga tabaq tashlayman, katta sovrin qo'yaman endi. Tamom. Yosh bolalar. Tabaqni ko'targan polvon o'ylab chiqing. Polvon chiqqandan keyin men olishmayman demagin. 11-sinf polvonlarga tabaq tashlayman. Bu yerga yurgan odamlar bor. Men bilmasam, biladigan odamlar bor. Tabaq tashlayman. Kelinsan bilan. Peshko'l sentrdan o'tingmi? Peshko'l sentrdan Shahriyar 11-sinf. Bitta chini bor 50 ming, 50 bilan qo'shaman 100 ming. 11-sinf o'qiysanmani точно. 2008-yil. Beraga formaga bo'libdi polvon. Formangni kiyibdi. Yosh bolalar tamom, katta polvonlar qilishdi. Sayrakib uzatdim. Tez qana. İnşallah tartibin son. O hamle tartibin son polvonga boshlayman sarkov. Tez akib. Kanami tez. Kanami akib. Güzel akib. Koçuyor. Yaşa bana kanami. Güzel kemkiyam. Hamid. Kesin. Koyu bağım ediyor. Kanamca Şin demekte. Eğer kadomaş anustan güzel tamam yaktiyet görüştürme gereği. Eğer hem görüşme stüdyo hakamı monat hakamı peşkes sarmıdım. Famdım o Celil. Anamı ustal be çok güzel eğer xuda tamiri beçe. Tamam görüş.
Ha beşi. Halol. Gap nes. Polvon gap nes. Dunyoga mashhur bo'lgan Jahongir polvonga bitta qarsak bo'lsin. Temirov Sharif bobomizning, domlamizning, ustozimizning nabirasi bo'ladi. Boboning yo'lini bersin, obro'yini bersin. Aziz birodarlar, aziz do'stlar, minglab mana shu yoshlarga ta'lim tarbiya bergan bizning muallimimiz, ustozimiz, shu qishloqning farzandi Temirov Sharif domlamizning ilohiy marvohi shod bo'lsin. Yotgan joylari jannatda bo'lsin. Bu kishining mana shu farzandlari Bobirjon otasining xotirasiga 200 ming so'm qo'ydi. Bitta qarsak bo'lsin. Beshi. Nozim Nurullo Hamroyev otaxonimizning ham iloyim arvohi shod bo'lsin. Farzandlari 100 ming so'm bitta qarsak bo'lsin. Qahramon polvon otamning xotirasiga deb bu inson o'rtoqlar eshitmadim demanglar. Berakalik polvon. Berakalik. To'xta beshi. Qahramon polvon berakalik. Beshi chetisi. Bu kimdan? Hurmatli o'rtoqlar, polvonlar, mana shu jamoa xo'jaligimizning eng mashhur fermer tumanimizga tadbirkor Azimjon ukamizdan 1 million so'm kelgan bitta qarsak bo'lsin. Azimjonga omadini bersin. Ne'mat bobomizning ruhi poklari qo'llab-quvvatlasin, dehqonlar oilasi farzand desagan bo'ladi. To'xtamachan, to'xtaman hozir so'rovlarni e'lon qilamiz. Beshi. Tabaqqa misallar, ha? 11-soatda chiqqan, kelasan. Kim bilan olishding sen? Peshko'lik polvon bitta chini bor 100 ming so'm 11-sabaq ko'targan polvonga kim olishadi? Berakasan, sen olishasanmi? Beraka. Beraka, sen ham peshko'lik bilan olishasanmi? Peshko'lik bilan olishasanmi? Sen ham peshko'lik farzandiksan. To'xtaman, bu polvonga raqib topaman. Raqib topaman, shoshmagin bolam. Yo'q, talab chiqani yo'q, chiqmasa soatini beraman. To'xta, yosh bolalar tamom katta. Yo'q. Parvoz. Yomon o'lgarmasdan emas, seni farqi. Sardada garash kerakman. Nigoku. Nurbek. Olishi kabi. Bilmasan ham mayli omadingni bersin. Murodlik polvonga. Belbo. Olishdi. Bitta polvon aylanib kelib o'tirgin, talabgor chiqmasa soatingni beraman. Aka Husayn. Hurmatli o'rtoqlar, aziz birodarlar, har ilmi davriga olib borayotgan davr ishimga mana shu qishloqning farzandi rahmatli Chaman onaxonimiz men shu singillarimni davraga taklif qilaman, davraga kelinglar sizlarni ham. Ke davraga, hammalaringiz kelinglar shu davraga. Sizlarni
Shu onaxonimizning ruhi poklari sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Shu onaxonimizning qolgan umrlarini farzandlariga, nabiralariga buyursin. Ruhi poklari sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Men sizlarni ukamdan yaxshi ko'raman. Dunyoda turgancha turinglar iloyim. Onalarimiz, tirik onalarimiz iloyim dunyo turgancha tursin. O'tgan onaxonlarimiz, otaxonlarimiz shularning iloyim oxiratlari obod bo'lsin. Yotgan joylari jannatda bo'lsin. Ruhi poklari iloyim farzandlar nabiylarni qo'llab-quvvatlasin. Rahmat ukalarim, sog' bo'linglar. Bitta chapon 100 ming so'm. Niyoz boboning bular farzandlari. Katta rahmat sizlarga. Oyna pandit olinga, jo'ri. Qabul. Toshma o'zi bo'shasin. Men gapiraman hakamlar, sizlar adolatli hakamlik qilinglar. Keyin gap ziyod bo'lmasin. Akmal, Beshi. Hurmatli o'rtoqlar. Aziz birodarlar, aziz davra qatnashchilari. To'xta, polvon. Polvon, sardagarashgir. Sarti, avzil 1 minut to'xta. Polvon, Beshi. Polvon, aftarsi. Beshi. Ahmad, Akbar. Ahmad, Akbar. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu qishloqning farzandi Ahmad tog'amiz Domlo Choruyevning farzandi. Bu inson aytayaptiki, men xalqdan bir duo olaman. Agar menga o'g'il nabira bersa, Sherzodning xotini o'g'il tug'sa, katta kurash beraman, birinchi tabaqqa moshina qo'yaman deyapti. Tuya to'y shunaqa sovrin qo'yaman deyapti. Agar Allohning sanduqchasiga 10 ta bo'lsa, bittasini bersin. Bittasi bo'lsa, bittasi shu insonga bersinki, iloyim amin. O'tganlarning arvohi shod bo'lsin. Ruhi qo'llab-quvvatlasin shu Ahmad o'yiga bitta o'g'ilni beraversin. Erkakcha so'z bilyapti, moshina qo'yaman deyapti. Bitta sarga ketirgan otamni xotirasi, akamni xotirasiga deb bitta qarsak bo'lsin o'rtoqlar. Mana shu she'rga bir 5 yil, 6 yil oldin birodarlar Furqat qassob kelib niyat qilgan edi. O'zini xotini 5 ta qiz tug'ib, keyin bitta o'g'il tug'gan. Xotini bu qiz tug'gandan boshlagandan keyin bu odam aytiladi, agar kelinim o'g'il tug'sa ketmagan, men Toshaloq sarga ketiraman. Ana beraka, domla bir chetroqqa turing. Ana bu Furqat qassobning nabiralari 2 ta o'g'il ko'rgan, 2 ta sartga tortib kelyapti. Bitta qarzak bo'lsin. Beri joyimiz bir Xudo nazar tashlagan bir joy. Sarkani bog'lab qo'y, sarka ko'p olib keladi. Polvonlarimiz yaxshi olishsa, tomosha bersa, yaxshi sovrin shu polvonga beraman. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Husayn aka, usta Husayn, qishloqning farzandi. Husayn deganda Husayn ko'p. Husayn bu ko'lov. 200 ming bitta komplekt, bitta qarsak bo'lsin Siyovush nomidan. 50 ming bitta qarsak, 50 ming. Polvon arqaroq urug'di. Qarisi bor, davroning parisi bor. 80 yoshga kirgan otaxon Raim otam deyapti. Borayim deganda Raim ko'p, borayim kakak deganda kirishganmi taniydi. Bu kishining farzandlari. Doniyor akamiz otamning xotirasiga, "Ey, bu nima? Bunga qaranglar. Kalbosa qovurasan, go'sht qovurasan, tuxum qovurasan, tovuq pishirasan. Doniyor aka, yangamdan sizga qarlik davrini bersin iloyim. Farzandlarning baxti kamolini ko'ring. Xayr ehsoni Xudoyim dargohiga qabul aylagan bo'lsin." Yana bir chapon, bitta kampor
Bitta qarsak bo'lsin Doniyor akamizga. Rahmat. Ina geri. Evet, yangi bozorlik polvon. Berakesan. Sen yana. Bulo Rahmatning nabiralari bobomning xotirasiga deb bir chapon 100 ming so'm